ota-onalarimizdan keyin sizlarga eng g'amxo'r bo'ladigan bu aka-ukalar, opa-singillar, jigarlarimiz hisoblanadi. Lekin ayrim akalarimiz singillaridan yoki opalardan xabar olishga borishadigan bo'lsa, ayrim ayollarimiz qo'ying, nima qilasiz o'sha rasxodni? Jiyanlaringizga qilguncha farzandlaringizga qiling deb yo'ldan qaytarishadi. O'ylab ko'ring, siz ham farzand boqyapsiz. Farzandlaringiz bir-biri bilan o'rtoq bo'lib, bir-biri bilan yaqin bo'lishini istaysizmi? Unda xo'jayiningizga yo'l bering. Borsin, jigarlaridan xabar olsin, ularni hol-ahvolini bilsin. Oldinlari akalar, ukalar bir xonadonda yig'ilishib, diydorlashib turishardi. Hozirgi vaqtda juda ham uzoqlashib ketishdi. Bunga ayrim sabablar bu ba'zi bir kinoylarni, ba'zi bir opaxonlarni qarshiliklari bilan oilalarimiz bir-biridan, jigarlarimiz bir-biridan ajrashib, urush, janjallar, hattoki yuz ko'rmasliklar ham ko'payib ketdi. Men shunday fikrdamanki, iltimos bir-birimiz bilan mehr-oqibatimiz yo'qolmasin. Doimo singillaringiz bo'lsa xabar oling. Opalaringiz bo'lsa ham borib keling. Ukalaringiz, jiyanlaringiz holidan xabar olish menimcha hammaga yarashadi. Bu videoni oqibatsiz tanishlarga yuborib qo'ying.